Sizlarga rezultat kerak ekan, mana biz rezultat qilamiz, xudo xolasa. Mana shu zinalar meni hayotimni butkul o'zgartirib yuborgan joy. Xudo xolasa jangga kirishdik. Xudo xolasa boshlab oldik mana. Xudo xolasa yarmini o'tdik. Eng samarali ozish ikki tepali 1 soat yurasini 360 kaloriya kuniga ishlatishlar kerak. Kameralarni yoqib olib, nima qilyapsan deyish shart emas. Faqatgina mana shunaqa trener tursa, yuraverasini. Anu Elon Musk chiqargan men kameradan ham kuchlilar bular. Ular urmasa ham potir ekan bularlar. Cho'si dietisga ovqat bering endi. Beramiz aka, beramiz. Bu. 1 soat yurgandan keyin 5 minut damga beramiz. Undan keyin aynan xuddi shunaqa harakat bilan 10 daqiqa, 10 minut joyingizda yuguramiz. Endi ancha o'rganiga solganlar qilmaganimga bugun bu safar 9 minut yetadi. Endi yaxshilab dam olib 5 minut obedga tushishga o'tamiz. Tushishni ham ko'rsatamiz. Ulandik. Botir aka rahmat, maza qildik. Rashid akam tog'dalar, o'rnlarni bostiribsiz. Xo'p, obedimiz ham горох примерно bir 70-80 gram. Kokletlarimiz u ham shunaqa. Salatlar обязательно bo'lishi kerak. Bu yerda nima bor? Demak, karam, pomidor, bodrin, brinza и tovuq, menimcha. Tovuq ham bor. Bu yerda perlovka bilan go'sht. Bodring qachon berasiz? Bodring yemaymanmi? Okajonim, bodringni kechki payt beraman, mazza qilib yeb yotasiz.